يمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. Meşhur davetçi Doktor Tarık Süveydan'ın Tefekkür Cevherleri namlıq programmasını huzurunuzға sunumuz. Bismillahirrahmanirrahim. Zalimlarning darajalari. Bir qism yoshlar zolimlarni o'xshash bir darajada deb qarab qolgan. Undaq emas. Zolimlarning darajasi birdek bo'lmaydi. Zalimlarning darajalarini ayirish uchun ular keltirib chiqargan zulmga qarab chiqishimiz kerak. Arab tilidagi tug'yon so'zi lug'at jihatda mustabidlik qilish va zulmda haddidan eshish degan ma'noda bo'lib, istilohiy atalg'usidagi ma'nosi bo'lsa, shaxs yoki bir jamoatning bir davlat yoki bir xalqqa mutlaq salohiyat bilan hukmronlik qilishi va bu salohiyatni qattiq qo'lliq bilan ijro qilishini ko'rsatadi. Tug'yonning bu ma'nosiga asosan zolimlarning darajalari tuvandagi ishlarga qarta o'xshash bo'lmaydi. Birinchi, zolimlarning darajasi ularning salohiyatiga asosan o'xshash bo'lmaydi. Ba'zi zolimlarning salohiyatining cheki yo'q bo'lib, ular xohlagan har qanday ishni qiladi. Hatto Fir'avnga o'xshash "Men sizlarning buyuk parvardigoringlar" deyishdanmi yanmaydi. Ularning zulmining cheki yo'q. Bugungi kunda ba'zi zolimlar qattiq qo'l bo'lsa-mu, o'zini kontrol qilib oladi. Chunki ularning zulmi cheklamaga uchraydi. Masalan, ular xalqaro vaziyatga qarab ish tutadi. Yoki davlatning ichki ahvoli va qabila yoki tashkilotlarning umumiy ahvolini nazardan saqit qilmaydi. Yana ba'zi zolimlar tashviqot vositasidan qo'rqib zulmni to'xtatadi. Yana ba'zida bo'lsa, zulmning ayshi natijasida iqtisodiy vayronchilik yuz berishdan qo'rqib, zulmni to'xtatishga majbur bo'ladi. Mana bularning hammasi zolimlarning salohiyatiga qarab ayriladigan darajalar bo'lib, eng yuqorisi "Men sizlarning buyuk parvardigoringlar" deb xudolik da'vosi qilish bilan bo'lsa, tövini dunyoviy manfaatga qarab o'zgaradigan zulmdir. Ikkinchi, zolimlarning darajasi zulmning doirasiga asosan o'xshash bo'lmaydi. Ba'zi cho'ng davlatlarning zulmi bevosita yoki vositali holda xalqaroliq bo'ladi. Bu xildagi zolimlarning zulmi amaliy bo'lmasdan faqat harbiy jihatdan tahdid solish bilan bo'ladi. Shu orqali boshqa davlatlarni bo'ysundirdi. Mana bu ochiq zulmdir. Yani ba'zida bir shahar yoki ma'lum jamoatga og'ir zulm qilish bilan bo'ladi. Bu zulmning darajasi kichik davlat yoki qabiladagi zulm bilan o'xshash bo'lmaydi. Yoki zulm ba'zida ma'lum islom jamoatiga qaratilgan bo'lib, hukumat shu jamoatga nisbatan qattiq qo'l bo'ladi. Demak, zolimlarning darajasi qilgan zulmining doirasiga qarab o'xshash bo'lmaydi. Uchinchi, zolimlarning darajasi ular keltirib chiqargan zulmining og'ir yoki yenikligi bilanmi o'xshash bo'lmaydi. Ba'zi zolimlar intayin qattiq qo'l bo'lib, 100 minglarcha insonni o'ldirdi. Hatto askarlarning bulang-talang qilishi va og'ir qirg'inchilik qilishiga yo'l qo'ydi. İnsanlarni mislsiz og'ir qiyin qistoq bilan jazolaydi va insonlarni kimligiga qarab o'ldirdi. Demak, buzg'unchilik olib borgan va kishilarga qattiq aziyat bergan zolimlar bilan faqat turmaga solash bilan jazolagan zolimning darajasi o'xshash bo'lmaydi. Hamda turmaning darajasi ham o'xshash bo'lmaydi. Ba'zi zolimlar 10 minglagan insonlarni turmaga solaydi. Yana ba'zi zolimlar bo'lsa, bir qancha shaxsni turmaga solaydi. Demak, bu mu o'xshash zolim? Ammo 10 minglagan insonni turmaga solgan zolimga o'xshamaydi.
Əfsuslanarlıqı, zalimlarning hammasi adolat nomi bilan sotchilarning hukmi orqali zulm qiladi. Shunga sotchilar 3 turlik bo'lib, ularning ikkisi do'zaxda, birisi jannatga kirdi. Albatta, ilmsiz holda hukm qilgan sotchi do'zaxga kirdi. Va shundaqla ilm bilan hukm qilgan, ammo nahaq hukm qilgan sotchimi do'zaxga kirdi. Ammo jannatga kiradigan sotchi bo'lsa, ilm bilan haq ustiga qurilgan bir hukmni chiqargan kishidir. 4. Zalimlarning darajasi zulmning turiga qarab o'xshash bo'lmaydi. Kavakibi mundaq deydi: Eng og'ir zulm bo'lsa, ilmsizlikning ilmga qilgan zulmidir. Chunki nadonlik yamirganda ba'zi kitoblarni o'qish va munozir qilish cheklandi va mutafakkurlar chetga qiqiladi. Mana bu nadonlikning mustabid bo'lishidir. Eng og'ir zulm bo'lsa, uzun mezgillik zulm bo'lib, Sayyid Qutb rahimahulloh mundaq deydi: Uzun mezgillik zulmning natijasida shakllangan xorliq inson tabiatini og'ir darajada buzadi. To'g'ri. İnson tabiatini buzadigan, buningdanmi kuchli zulmning omili mavjud bo'lmasligi mumkin. Mana bular zolimlarning turlaridir. Ularni faqat bir turlik bo'ladi deb o'ylab qolmang. Alloh hammamizni har qanday zulmdan qutqazsin. Amin.